yo'talni ham ikki xili bo'ladi. O'pka shamollashdagi yo'tal burun oqib istamalab o'sha junjikadi. Qo'y junjikib turib, o'pkada hali qora dog'lar bo'ladi, hali qora o'pka deydi. Qo'y boqayotganlar juda ham ko'palik, masalan, qo'y olib, o'pkasini yo'tal uchun kurashib, o'sha bilib bo'ldi, doktor olib ketishdi. Hozir qo'y boqayotganlar ham unga antibiotik qilinadi. Buni hozir dorini aytib o'tdik, mana. Bu nimalarda ichiriladi, preminlarda, buni ham aytdik. Endi ichki qurtdan yo'taladi. Kalta yo'talib, masalan, sog' yuraveradi, yo'talib qo'yaveradi. Hali ko'pchilik menga telefon qilyapti-da, o'zi yo'talib yuraveradi, bu yo'tali hech yaxshi bo'lib ketmayapti deb. Bu demak qurtdan. Uning uchun Instagram sahifamizda Albemax degan qaymoq dorini ko'rsatganman. 20 grammdan 15 grammdan ichirsa, o'sha qurtlarga davo, parazitlarga. Endi oldin to'g'risi Azbek bizda faqat Albenni bilardi. To'g'risida endi boring 2018-2019-yilgacha qo'yimiz kasal bo'lib qolsa, boshqa qilsa nima qilish kerak desa, Alben ichirib qo'yadi. Yaxshi bo'lib ketadi. Endi mana o'sha dorilarning nomi ko'payib, dorilar turi ham ko'payib, nimasi bo'lyapti. Mana YouTube kanalimizga ham qo'yamiz asosiy nimalarni.